Tizimimiz qisqacha qanaqa qilib ishlashi ko'rsatib o'taman. Masalan, boshqaruvga kiradigan bo'lsangiz, xodimlar hozir ishda, bugun ishlandi buyurtmalar bor. Xodimlarning sonini ko'rsatadi, hozir ishdaligini, ya'ni hozir kim borligini, hozir mana hech kim yo'q. Bu yerda qachon kelgani yozilib turadi va xodimni o'ziga kiradigan bo'lsangiz, qachon kelgan ketganini hammasini ko'rsa bo'ladi. Xo'p, xodimlarga o'tadigan bo'lsak, bizda soatlik, donalik, oylik turlari bor. Ya'ni kimdir soatli ishlaydi, kimdir donalik qilgan ishiga zdelni ishlaydi, kimdir oylik ishlaydi. Oyliklar odatda povar yoki uborщицalar bo'ladi. Soatlikda stavkasi belgilanadi, ya'ni 1 soati nech pulligi. Donalikda endi o'zingiz bilasiz, qancha har bitta dona va operatsiyasiga pul yozishingiz o'zingizda yozasiz. Bu yerda yangi xodimni qo'shish uchun taklif qilishni bosasiz. Va silka chiqadi. O'sha silkani xodimingizga jo'natasiz, ular Telegram orqali qo'shilib oladi. Keyin buyurtmalarga o'tadigan bo'lsangiz, mana buyurtmalarimiz bor, o'zimizning seximizda bitganlari bor. Masalan, jarayonda bo'lib turgani ham bor. Qaysi jarayondaligini ko'rsa bo'ladi. Masalan, batafsilga kiradigan bo'lsangiz, batafsilda qaysi jarayonda turganligini ko'rinadi. Mana tikish bilan dazmolda turgan ekan. Hozir birinchi operatsiya, ya'ni bitish bitgan, mana galochkalar bitgan hisoblanadi va kim qilganligini sразу ko'rinib turadi. Bu yoqda keyin masalan yangi buyurtma sozdать qilmoqchi bo'lsangiz, yangi buyurtmaga bosasiz. Yangi buyurtmani operatsiya modellarini avvaldan kiritib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa modellar bo'ladi va ichidagi operatsiyalarni ham, jarayonlarni ham kiritib o'tasiz puli bilan. Keyin buyurtma sozdать qilsa bo'ladi. Maoshlarga kiradigan bo'lsangiz, maoshlarda oldingi to'lanmagan pullar turibdi. Keyin ishlangan puli turadi bu yoqda. Bu yoqda avanslar, ya'ni berilgan pullar. Oxirida qarz qilib avtomat qilib chiqarib qo'yadi. Va agar bittada hamma xodimlarga masalan oylik berayotgan bo'lsangiz, vedomisni yopasiz, yangi vedomis qilib hammaga chiqarib beradi. Xodimlarga bittadan bermoqchi bo'lsangiz, mana bu avansga bosasiz va avansini berasiz, yoziladi. Hamkorlar bular sexdan yoki fabrikadan tashqari ishlaydigan hamkorlarimiz, odatda sexlar yoki nadomnichalar bo'ladi. Ularga berilganda, ularni ham hisob-kitob qilish uchun bu yoqda отдельный vkladka qilganmiz. Qancha ish borligini, masalan, har bitta xodimda, masalan, batafsilga bosadigan bo'lsangiz, qaysi ishni qaysi odam olganligi yoki bitirganligi sirasi ko'rinib turadi. Va hisob-kitobimiz ham bor. Oldi berdi, masalan, berayotganda o'sha berdim pul berish to'lashni bosasiz va bu yoqda to'langan deb turadi. Ularda ham Telegramida ko'rinadi. Ular ham Telegramga o'sha botga ulanib qo'yadi. Sizni berayotgan ishingizni, to'layotgan pulingizni hammasini ko'rib turadi. Va bu yoqda hisobotlarda har bitta o'sha davrni tanlasa bo'ladi. O'sha davrda nimalar qilingani, qancha qilingani, kim qancha ishlagani hammasini ochiq-oydin ko'rsa bo'ladi. Va bularni hammasini Excelga ham skachat qilsa bo'ladi.